Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar, hafta kuniga xudo xolasa bugun akalar juma 2026-yilning 30-yanvar kuni Buxoro viloyati Peshku tumani, ya'ni Kiyoxo'ja qishlog'iga akalar, Kiyolar qishlog'idan yangi partiya mollarni chiqaramiz. Bugun akalar Dilshod akaning mini fermasidan yangi partiya mollar bo'ladi xudo xolasa. 3 dona, 6 dona, 9 dona, 10 dona, 12 dona mol chiqarar ekansiz. Shundaymi aka? Shunday aka. 12 dona molimiz bor. Videomizni o'tkarmay ko'ring. Bo'g'oz, mari, ona bola hammasidan bor. Tanlaysiz. Kimga qanaqasi ma'qul, kimga hamyonbop so'ragan akalarimizga hamyonbop varianti, zo'rini so'raganlarga akalar zo'rlarini har birini ma'lumotini birma-bir yetaklab, bo'ylari o'lchanib to'lig'icha qoldiriladi. Ekran yuziga telefon raqam bo'ladi, sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Основной akalar 24 soatga bormayapti. Hamma mollarimiz 2 soat ichida sotilib ketyapti. Mollarimizni ulgurgan oladi akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz muxlislar bilan bitta ko'rishib qo'ying aka. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqiga salom deb qolamiz. Ana bugun juma yom hammamizga muborak bo'lsin. Inshaalloh. Sizlar bilan ko'rishib turganimizda xursandmiz. Yangi partiya choramizni xalqni ko'ngliga botadigan qilib qo'yamiz. Yengil qilib. Narxlarni yengil qilib qo'yib qolasa. Aka, bugun juma. Jumaga narxlar yengil bo'lishi kerak, o'zingizdan bilasiz. Bo'ldi. Biz qimmat aytsak yengil qilaverasiz. Kelishamiz aka. Unda boshladik akajon. Akalar birinchi molimizdan boshladik. Qora marvaritlardan ko'rsatib o'tamiz. 74 ga 75 kilo raqam akalar. Aynan turadi. Mana bu akalar yil narxlari. Narxlari naq 5 sm atrofiga iminda qora marvaritlardan so'ragan akalarimizga bolasi toza tug'ilgan, adashmasam necha kunlikdir buni bolasi. Bochasi 1 haftalik aka. 1 haftalik. Nechinchi qorin molimiz aka? Aka 3-qoringa bu. Aha. Bu ayb ro'g'si tamoqdan xarob bo'lgan aka, sutni 4-5 litrga beramiz. Bochasi 10-o'zincha. Bola 10-o'zincha 4-5 litr sutga. 3-qorin tug'ishi. Shunday. Tishi ochib ko'rildi akalar, tish 8 kurak bo'ldi. Agar ochib ko'rsatsangiz ko'rsating aka. Mana. Mol tish 8 kurak sadafday bo'lib yotdi akalar. Tish baland, past emas akalar. Xo'p, aka birinchisi uchun tortishib o'tirmayman, narxini yondirib bering, tamom. Tortishmasa aka 17 million bo'lsa ketdi aka. Mana sizga hamyonbop sigir. Kerak edimi? Bosinglar akalar. Kimgadir bo'g'ozda ham xuddi shunday, masalan 17 million, 18 million, 25 million, 30 milliongacha bo'g'ozlar qo'yilibdi aka. Bo'g'ozlarni bermaydi aka o'z pulga. Shunday. Akalar 17 million so'mga ketdi akalar bu. Siz ikkinchi. Keyingisi akalar yana qora marvaritlardan. Bu ikkinchi sigirimiz akalar. Bu ham ona bola. Bolachasi o'li kindigi tushib ulgurmagan akalar. 3-kun aka bu machasiga. 3-kun bolasiga. Mol to'liq sutga kirib ulgurmagan aka unda o'li. Shundaymi? Shunday, lekin 8 ta sutiga beramiz aka. 8 ta sutiga beriladi. Bola 10-o'zinchi ham bu qachon? Bola 10-o'zinchi aka, birinchi tug'ish. Bo'ylari 1.19 ga plus akalar, birinchi tug'ish. Birinchi qo'rni. Shunday. Mana akalar. Idishlariga e'tibor qilasizlar. Etidan sal mehr bersangiz moldan foydalanasiz. Asosiysi etidan beriladigan mehr akalar. Ya'ni tamoqdan bersangiz mol sutini olasiz. Aka, gapiring. 25 million aka. Kami? 24 million. Yengillating. So'rang aka. Yengillating. So'rang. 20 million so'm. Oxey. Arzon aka. 23 million bo'lsa ketdi aka. Yana ozgina bor. Aka u yog'iga o'zi kelishmaydi. Mol uzunligini ham ko'rang. Mol uzun, aka sifati past emas, mol sifati zo'r. Yelin ham uzun. Bu hozir birinchi ko'rgan molimizdan anchagina et badani ham kuchli aka. Ko'p zo'r aka. Shunday. Aka, Davay aka. 500 ming so'm emas, 1 million so'm qo'shsam mol ketadimi? Aka endi bugun kelishdi, ko'p tortishmaymiz deb 22 million bo'lsa ketdi aka. Bu yog'iga o'zi jabr beradi aka. Yana tortishasiz. 22.5 aka. 21 ketaversin aka. Aka keta olmaydi, qiynaladi. Unda 500 ming so'm musofir haqini o'tib bering aka. Bo'ldi aka ket. 21,5 million so'm ishqo'z aloqaga chiqasizlar akalar. Olib foydalaning. Narxlarga bitta baho bering akalar. Molimiz haqiqatan ham bu kelajak oldaygan molimizda. Xo'p, keyingi molimizdan ketdik akalar. Bo'ylari 1 metr 20 santimetr akalar. Buni quloq raqami bor, aytib o'taman akalar. Bu ham birinchi qorinmi? Bir aka, bir tish tashlamagan. 44 ga 0 nachidir quloq raqami akalar. Oraya ketir. Bir bachani ham videoga olgan kattaligini. Oho, bolani e'tibodani zo'r. Akalar bola pachka 04. 45 ga 04 quloq raqami. Bakka e'tibor qiling akalar. Bak akalar vanna yelin deydi-ku, mana chotiga sig'maydigan baklardan akalar. Chotiga sig'maydi akalar buni shunaqa. Ikkita zapaskasi ham bor akalar o't qismiga. Agar bitta yarimtasi mast bo'ladigan bo'lsa, keyingi ikkita zapaskani ishlataveradi. Xo'p, birinchi qorin tug'ishi bu 1.20 bo'lanimi aka? 10-o'zinchi aka. Bola 10-o'zinchi. Suti nechta mollar? Suti 10 ta bor aka, 8 taga beramiz. Aka sal bolasini torting shuni. Akalar narxlarni bitta turishiga e'tibor qiling. Narx qanaqa turibdi akalar? Orasi har qaysini orasi bir qarashdan akalar buni. Qancha narxi? 25 million aka. Jupiga ketib biladimi aka? Yo'q aka. Undan sut ko'p. Buni bir qarang. Bolasi ham kattaroq akalar buni. Bolasi ham juda ko'p bo'lganda. Mol ana bu mol to'liq sutga kirib bo'lganda aka, 3 kunlik mol to'liq sutga kirib bo'lmaydi. Bu sutga kirib bo'lgan. 1 haftalik bo'lgan bu. 1 haftalik bo'lacha. Buni ham lekin kindigi o'ziga turibdi akalar o'g'li. Xo'p, aka, Dilshod aka, yengil qilib qo'yib bering aka. Uni qanchaga qo'ydik? 21,5 ga qo'ydik. Aka, 22 million bo'lsa ketdi. Bo'ldi aka, gapirmadim. Torting. Tamam.
22 million so'm. Ana shunday akalar yengil qilib qo'yib beradigan odamlardan mol oling. Tortishmaydi, talashmaydi, bittaga o'tkazib yuboradi aka, tamom. Sutini maza qilib sog'alab buni aka, sut ko'p buni 8 taga beramiz. Yashang. Keyingi molimizdan ketdik akalar. Bo'ylari 1 metr 19 santimetr plyusga yuradi akalar molimiz. Yelin nartlari naq 4 santimetr atrofiga nartlarga e'tibor qiling aka. Bosh qismlari, bichimlari bu ham birinchi qo'rqin. Birinchi tug'ish aka, buni prosta o'z bachasi ochilib emibdi, buni bachasini ham tomosha qiling. Mana bolachasiga bitta e'tibor qilasizlar akalar. Bolacha kichkinagina bir haftalik bo'lmi? 10 kunlik bo'lgan aka. 10 kunlik bo'lgan. Xo'p, mol suti nashta aka. Aka suti 6 taga beraman bachadan boshqa. Aka mollarimiz yeb ichish sog'ligi, o'zini o'zi emmasligiga aka do'ngdak bir hafta aka. Oyoq ko'tarsa mol qaytadi. Aka shu xarajatlargacha beramiz. Tamom. Yedirgan xarajat endi aytib beramiz ko'zimiz xarajat. Shunday. Yedirgan xarajatlargacha. Xo'p, yeb ichish sog'ligiga demak bir haftalik garantiyamiz bor. Bir hafta akalar, har qeri ham bir hafta qo'yilmaydi. Kimlardir 3 kun qo'yibdi, kimlardir 5 kun qo'yibdi. Bir hafta dishodaga garantiya beradi har bitta molga akalar. Yeb ichish sog'ligi bir kamchiligi bo'ladigan bo'lsa mol qaytadi. Faqat lekin sut tamoqdan oladigan sut. Bu o'zi ochilib emgan sut yaxshi bu mol. Yashang. Xo'p, narxini qancha aytamiz dishoda aka buni? Nima degan aka buni? Yengil qilib aytavering. 5 litr sut dedingizmi? 6 ta sutiga beraman, suti ko'p aka buni. Prosta bachasi ochilib. Aka 24 million deymiz. Orqa ketlarini ko'rinishiga e'tibor bering. 24 million so'm. Shunday. Yengil qilibchi? Shuni savdo qilmaymiz, bitta narx aytaman aka. Bachasi ham buqqa, suti ham yaxshi, bulan 20 ga qo'ydi, 21 million bizga ketdi aka. Tekis qo'ya olmaysizmi? 20,5 million bizga ketdi aka. Endi yo'g'i qiynalaman. Temir bachasi bacha. 20,5 million so'm akalar. Ona bolasi sigir. Mana bolasi, buqacha akalar bolasi. Buqacha. Mol bo'yini aytib o'tdim akalar. Ma'lumoti berilibdi to'lig'icha. Bemalol o'lsin yana. Santimetr qilib olaversin yana aytsa. Bemalol akalar. Keyingi molimizdan ketdik akalar. Bo'ylari 1 metr 28 santimetr akalar. Bu mol kichkina emas. Qizil cho'lparoda. Orqa tomon baklarini ko'rinishi, yelin nartlariga bitta e'tibor qilasiz. Oq yelin, oq soska, mana bu bolasini bichimi akalar. Bolan qanchalik bo'lgan aka? Aka 20 kundan o'tgan bachasi. 1 oylik g'unojincha. Shunday. G'unojincha akalar, suti nashta. Bu ham birinchi qo'rinmi deb birinchi qo'rin aka, buni bir o'zim aniq sovuq ko'rgan yo'q, to'g'risi kecha oldim, 6 litrga beraman aka. 6 litrga ketadi. Shunday, sovushga umuman muammo yo'q, yeb ichishlari, doimgidek bir hafta garantiyasi bu. Aha, xo'p, qancha aytamiz aka narxini? 26 million aka. Katta mol bu. Yashang. Deshod aka, yo'q, men kichkina demadim molingiz. Men prosta aytgan narxingizga qiziqyapman aka. Endi 30 deb o'tiraman, bu va'da berdim. Aka, ko'p ham to'g'ri o'tirmayman, 21,5 milliklar bilan 3 tasini bitta odam olganga ketib biladimi aka? Aka, 21,5 ga 2 ta qo'ydik hozir. Jup. Bitta 20,5 million so'mga qo'ydik. Kelishaylik o'rniga men sразу qo'yilchizaman. Yo'q, men nima demoqchiman? Aka, 3 tasini bitta odam olsa, bir kishi olsa beraman. Berib bilasiz. Bir kishi olsa beraman. Ketdi akalar. Mana bu bittasi, ikkinchisi qaysi edi? Mana unisi edimi? Chetdak. Chetdak edi akalar. Ikkita 21,5 dan qo'yildi akalar. Ikkalasining ham bolasi 10 edi, aka. 10 uchalasi ham 10 bo'ladi. Ha, buniki ham 10. Akalar uchalasini bitta odam olsa 21,5 million so'mdan ketdi. Bu mol bo'yi 1,28 akalar. Ular 1,20 dan chiqdi. Agar отдельно olsa qancha aka? Savdo qilmaygan qilib aytaymi aka? Yondirib yuboring aka. 22,5 million so'm ketadi. 22,5 million. Отдельно bitta o'zini olsa 22 ga keta olmaydimi? Ketadi aka. Yashang. Отдельно olganga 22 million so'm akalar. Jupiga olganga 21,5 million so'm ketdi akalar, xudo xohlasa. Aka katta mol bu, shuni Xitoy. Yo'q, shuni aytayman-da aka, buni bakiga ham bitta e'tibor qiling akalar. Bu mehr bersa sutni yondiradi akalar bu, mana. Qizil cho'lparoda. Suti ko'p, buni endi kamaytirib beraman-da, xalq maza qilsin deb. Shunday. Keyingi molimizdan ketdik akalar. Bo'ylari 1 metr 30 santimetr plyusga yuradi. Bosh qismlari bichimlariga bitta baho berasizlar. Mana bu bolacha akalar. Bola necha kunlikdir? Shunday aka. 10 aka. Suti nechta mollar? Suti 8 taga. Nechinchi qo'rin? Mana aka, bir o'zingiz ko'ring. Bari ish olmayli o'zi aytsa mana. Oho, 8 kurak. Akalar mol 3-qo'rin, yetilgan keyin molga qo'yilgan akalar bu. Shunday, prosta bu etidan qittigina xarob. Aha, shunday. Lekin etiga e'tibor qilsalar 45 million, 50 millionlik mol. Shunday aka. O'tgan safar videomizga chiqqanmi? Aka, buni qo'ydik, to'g'risida klientimiz baraka qildi, oyoq to'g'rigandi, buni aytdim. O'shandan tushirishga qilar degan ekan. Shu bilan qolib ketdi aka. Xo'p, qanchaga baraka qildik? 24 millionga baraka bo'ldi. Hozir qanchaga berib yuboramiz molni? 500 kamiga aka beramiz. 23,5 million so'mga mol ketdi. Torting aka. 23,5 million so'mga mol ketdi aka. 24 million so'mga o'tgan safar qo'yganmiz. Xaridori chiqqan aka, mol sal oyog'i og'riganning hisobiga mashinadan tushgan vaqt oyog'ini urib olgan aka mol. Endi marilar aka. Aha, endi marilarga o'tamiz. O'f, keyingisidan ketdik. Ana endi akalar marilarga o'tdik, xudo xolasa. 59 ga 30 kilo raqam. 1,22 akalar molni bo'yi. Plyusga yuradi. Plyusga yuradi akalar. Mana o yel nartlariga e'tibor qilasizlar, 5 santimetrlik narti bu. Tarbiyasi bo'lgan mol. Aka, bu marra 3 oylik bo'g'iz tekshirib beraman aka. 3 oylik ichi bo'g'izmi? Garantin 4 oylik demak, aniq 3 oylik to'ldirgan. Yashang. 6 ta suti bor aka, ikkinchisiga bo'g'iz bu. Ikkinchisiga 6 litr sutga. Shunday. Xo'p, narxidan ketdik aka.
17, 18 qilmaymiz aka. 14,5 million bo'lsa ketdi mol aka. 14 million. 14,5 million bo'lsa ketdi aka. Aka yarim milishni. Aka men tortishmayman deyapman. Bo'ldi, Gap to'g'risi tamom. shuni shunday qo'yib bering. Gap to'g'risi bitta narsa aytaman. Aka bir go'salan bularga bo'g'ish sigirdi aka. Ana shuni aytayman-da aka, 14 million so'mga o'zi 1.22 lik sigir akalar boshqa yerdan qidirib ko'ring, nachi tuqqan bo'ldingiz? Ikkinchisiga bo'g'iz aka. Ikkinchisiga bo'g'iz yashang. Akalar men nima uchun tortishmayapman? Boshqa joy bilan solishtiring. 3 oylik bo'g'iz, plus suti ham bor. 6 ta suti bor aka. Garantiya Yashang. shunga ham puldan ham qoldiraman aka. Yashang. Ketdi aka mol torting. Bu uchun tortishib olmay turmayman akalar, chunki o'zi shunday ham narxi yengil chiqdi mol. Xo'p, keyingi molimizdan ketdik akalar. Bo'ylari 1.25 ga plus ketadigan. Aka bo'l 30. O'lchang shuni, bitta shuni o'lchang. Saqlang aka kamera. 30 dan baland kam emas bu. Bitta turib berkan joningdan. Men 25 ga plus dedim, 25 demadim lekin. Mol bo'yi 1.27 aka. Ya qo'yil lekin. Bo'yil aka. Tamam. Xo'p, qancha aytamiz aka buni? Nachli Aka, turibdi bu, bu- mari bu ham. Mol 10 ta suti 8 taga beramiz aka. Birinchi tug'ish. Uni bachasi hay yo'q hozir ketib qolgan. Aha. 20 million so'm aka. 20 million so'm. Aha. Nechta sut dedingiz? 10 ta suti bor 8 taga beraman. 10 ta suti bor, 8 tasiga garantiya beriladi akalar. Mari sigir, ichi bo'g'oz emas. Yo'q, bu o'zi emas. Aha, molga qo'yilmagan ket Yo'q, qismi, yo'q. ust qismini ko'rinishiga bitta e'tibor. Mol akalar o'ta yapaloq mol bo'ladi. Mehr kerak. Lekin hozirgi ham normal mehr berilgan ekan. Go'salacha bu deydi-ku, ana 2 tish ekan. 2 kurak endi bo'lgan akalar molimiz. Xo'p, narxidan ketdik aka. 20 million aka. Yengil qilib. Aka, men bitta narsa aytaman, Dilshod aka. Mol sizga hozir zararga qolishi mumkin aka bu mol. Ya bu ko'p zararga qoladi. Ko'p zararga qoladi akalar, chunki bu ona bola bo'lgan, bolasi nobud bo'lgan akalar molni, lekin suti bor molni. Birinchi qorin, 2 kurak mol. Dilshod aka tortishib o'tirmayman mol uchun bitta narx ayting qo'ying tamom bu molni. Aka bachasi bo'lsa Men bilan 28 million. ana shuni. Bilasiz aka, 18 million bo'lsa ketdi aka. 18 million Lekin so'm. buni berganim yo'q 18 ga tamom beraman endi. 18 million so'm akalar ketdi mol. O'z go'shtiga ham 10 milliondan qolmaydi aka molni. Shuni molimizdan ketdik akalar. 1 metr 20 santimetr plus o'ynaydigan mollardan akalar. Yelin narxlariga bitta baho berasizlar akalar. Yelin narxlar 5 santimetr atrofiga, oq yelin, oq soska. Bosh qismlari, bichimlari, mol uzunligiga bitta baho beringlar akalar. Mol sifatiga baho berib oladigan akalarimiz uchun bu. Xo'p, aka. Nachli tursuti bu ham mari, nachi tuqqan bu. Aka 3-sini tug'gan aka. Buni 10 ta suti bor, buni ham 8 taga beramiz aka. 10 ta suti bor, 8 tasiga 8 berasiz. taga, aha. Xo'p, aka ayting narxini. Buni narxi aka 17 million bo'lsa ketdi aka, lekin tortishmaygan savdo aytdim. Yengilroq qiling. Dilshod aka. Bundan yengili Ozgina jichcha deydi-ku. Nachi tuqqan mol? 3-chi aka, ana. 3-chi qoringa Shunday. 17 million so'm narxi. 16,5 million so'm. Aka 16,5 yo'q qiynalaman. 16,5 yo'q qiynalib qolasiz. Ha, aka, Tekis qilib qiynalaman. qo'ya olmaysizmi aka? Yo'q akajon, yo'q qiynalaman. Men bo'lib bugun va'da berganim uchun amasini Yuboring aka, ketdim. 16,5 million so'm ishqibozaloqqa chiqasiz. alon och. Bakka e'tibor qiling, akalar bunga mehr bersangiz bakni yondiradi aka, sutni yorib o'rayishin degan joyi mana shunaqa sigirlardan kelib chiqadi akalar. Mara sigir kutgan akalarimiz. Mol qilt etsa oyoq ko'tarsa mol qaytadi aka. Shunday aka, shunday. Akalar shved ishqibozlariga. Shvedni zo'ridan so'ragan akalarimiz baklajan shved varianti akalar. Tumshuqlariga, quloqlariga bitta baho berasizlar. Oq tumshuq, shapaloq quloq varianti akalar. Bo'ylari 1 metr 25 santimetr. Bo'g'ozlarga o'tdikmi aka? Bo'g'iz aka bu. Bo'g'oz. Nechinchi qoringa? Ikkinchisiga bo'g'iz aka 9 oylik 15 kun vaqt qolgan aka. Yaqin bo'g'oz. Men kunini aytib beraman aka. Shu bo'lmay qolsa, ana sizga telefon qilaversinlar. Aha. Vaziratiga ham pul qo'shib beramiz aka. Akalar, mana bu yilning xalta bir tuqqan sigir. Olim yilni qo'zg'amaydi. Akalar ayni Bir narsa yetilgan bor aka vaqtda dard bilan konkretni yilni soladi bu. Xo'p, suti o'ta quyuq bo'ladi bu mollarni. Tushunadi akalar shvedlar. Etini ham aytib o'tingda mol. Eti badani ham baquvvat akalar. Tirik vazn taxminiy 350 kilo atrofiga bormi aka? Shunday aka, ziyod. Shu yertaga bor. Xo'p, qancha narxi? Bu narxi 26 million aka. Kami? 25 million. Yengillating. Yana Ona bolani puli bo'lib qolmasin, yengillating. 24 million. 22 million so'm bersam ketib biladimi? 23 million aka. 22 million Yo'q so'm. aka, 23 million bersin. Aka 22 million so'm beravering. Aka Eldan chiqib ketmayman. Yo'q, kelishsam men sraz aytaman. Böyle 500 ming so'm musofir haqini o'tib berasiz. Ketdi akalar. Ishqibozaloqqa chiqasizlar 22,5 million so'm molimiz narxi. Yaqin safar. Yur. Sen kim olsa mana qilaykum molda. Akalar mol et badani zo'r, et badani kuchli mol. Kos bilan kosni o'rtasi kamiga 3 qarash, 2,5 qarash atrofiga chiqadi. Ya'ni bu degani akalar 60 santimetr, 65 santimetr atrofiga. Ana endi akalar eng lideriga keldik. Ukrainka ishqibozlari bormi? Ukrainskiy paroda. O'ta kuchli varianti. Birinchi qoringa adashmasam bo'g'oz bo'lishi kerak bu. Yo'q, 2 ga. Aka bitta metr saqlaysiz, nimani saqlaysiz? Men metrlayman aka molni. Agar turib bersam molni. Turadi. Kamerani saqlayman.
Molni kuchligiga ham bitta baho berasizlar akalar. Mol kuchli. Yo, metrga turmaydi aka. 1.35 deyaveraylik, shuncha chiqadi aka bu mol. 1.35 chiqadi aka. Chiqadi. Chiqadi aka, bemalol gapirmay 1.35 chiqadi. Molimizni umumiy ko'rinishiga bitta baho berasizlar akalar. Ukrainkalar sut yo'nalishini moli. Asosiysi rossiyskiy hisoblanadi, lekin ukrainskiy paroda. Paroda o'sha yoqdan kelib chiqqan akalar. Yelin nartlari oppoq nartlarga nimasi akalar. Turishiga bitta baho berasizlar molni. Aka, gapiring. Dilshod aka. Aka mol 26-fevralda 9 oylik to'ldiradi. Aha. Yana 4-5 bir oyda tug'adi aka maksimalnisi. Buni 40-35 yo 30 million so'm aka mol. Xo'p. Tamam 30 million shuni qo'yavering. Yo'q aka. Yengil qilib ayting. Yana yengil bo'lsin. Ha, yengillating aka. 29 million. 9 oylik aka, 5 oylik olti oylik emas. Aka, nohisob savdo o'qimayman. 26 million so'm ketib biladimmi? Aka shuni 27 million qo'yavering. 26 qo'yib bering shuni aka. Olgan odam o'limi maza qilib foydalansin desin, tamom aka. Bo'ldi tamam, shu vachan gap yana qolmasin. Ketdi akalar, 26 million. Maza qilib aka, oylarini tekshirib beramiz. Kimdir yilini yo'q deyishi mumkin. Men oy muddatiga tug'masa o'sha gapim aka. Aha. 2 million berib qaytib bo'laman. Yashang. Mollarimizni akalar hammasini ma'lumotini berdik. Qandaydir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, ekraningizga telefon raqami bor. Lokatsiya Telegram kanalimizga bo'ladi. Tanlab zo'rini olib ketavering akalar. Qaysini tanlasangiz o'shasi. Dastavkalar Buxoro bo'ylab tekin, yeb ichish sog'ligiga 1 haftalik garantiyasi bor. Akalar bir dona ona bola sigirimiz ichkaridan ko'rsatib o'tamiz. Buni ham akalar ma'lumotini beramiz xudo xolasa. Molli bo'yi 1.20, bolachani bo'yi akalar 1 plyusga ketaveradi akalar. Bola g'unojin ekan aka. Shunday aka, g'unojin. Bola g'unojin. Sigir qayta bo'g'ozmi? Aka buni ma'lumotini bilmayman. Ichini qisir bo'lsa kerak aka bu. Katta ehtimol bilan suti ham kam, buni ona bola olganman, lekin sutini qanchaligini ham bilmayman. Aha, nachi tuqqan mol? 5 tug'gan aka. 5 tuqqan mol. Bola g'unojin. Qisir bo'g'ozligiga garantiya berilmaydi. Narxi qancha aka? Yondiramizmi aka? Yondirib, bir qizdirib yuboring aka, oxiriga bir maza qilsin xalq. 19 million aka. Ona bilan bo'la, ha? Ha, 19 million aka ketsin tamom. O'zi ayroga ham bilasiz qancha pul bo'ladi u. Ayroga qancha? Badan ham yomon emas. Akalar 19 million so'm bo'ladigan bo'lsa, hozir bolasini o'zi 9 million so'm, onasini o'zi 10 million so'mga olib sizlarga. Shunaga to'g'ri keladi taxmin. Yana o'tib beraman. Ajratib olishga ham berasizmi? Beramiz aka. Bolasini 9 million so'mga, onasi 10 million so'mga ketib biladimi aka? Yani ajratsak 10,5 onasi aka. 10,5 onasi. Bolasichi? Bolasi 9 million yana o'tib beraman aka. Yana qaytaladigan joy. Telefon o'qisinlar, shu mol kelishtirib beraman. Akalar aloqaga chiqasizlar demak. Ona bilan bola olasizmi, отдельно olasizmi, bu yo'g'ini kelishasiz aka, xudo xolasa. Ishqi o'zi aloqaga chiqaverasizlar demak.